Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Cherry Adayma Asr avtosalonidan, Buxorodagi avtosalon. Sizlar bilan bugun Tiggo 8 Pro avtomobilini obzor qilib o'tamiz. Xo'sh, lokatsiyamiz bo'yicha gaplashib o'tsak, lokatsiyamiz Buxoro shaharidan Kogonda boraverishda Emi restoran to'g'risida joylashgan bo'ladi. 9:00 dan kechki soat 8 gacha davom etadi. Abedsiz и без выходной ishda bo'lamiz har kun. Keling, sizlar bilan Tiggo 8 Pro ni obzor qilib o'tamiz. Tiggo 8 Pro avtomobili 7 kishilik katta crossoverimiz. Oldi abritsovkasi 2025 restyling varianti bu. LED optika faralari joylashgan. Motor 1.6 turbina GTI motor, 186 ta o't kuchiga ega. Ikkita oldi balon tortadi bunda. Rangiga ham to'xtalib o'tsak, rangi kamyob, narda grey rangidan hisoblanadi. Keling endi qolgan joylarni obzor qilib o'tamiz. Birinchi o'rinda bez kulchoy do'stliklari mavjud avtomashinada 360 gradus kameralari bor. Balon razmeri 18 razmerda bo'ladi. Yumshoq balonlar qo'yilgan, joski balon emas bu. Tepasida katta panoramli lyuk. Salonning ichki qismiga keladigan bo'lsak, 3 dona поместенияsi bor. Knopочный polnamasi regulovka bo'ladi. Полный 100% ko'chadan ishlangan salon, chiqol taqib o'tirmaysizlar. Salonning ichki qismida ham funksiyalarimiz juda ko'p. Katta splashnoy ekran, multimedia rul, xonajilnigi bor, avtohol mavjud, besprovодной zaryadning USB kabellar qo'yadigan joylar bu. Past stakanchik joylari mavjud. Abagrev rul bor, 4 ta sinasida abagrev ham bor, голосовой управление bor. Start stopli. Kelinglar, mashinani bitta yoqib ko'ramiz. Включен стандартный режим. Rul вообще мягкий shunday. Ichiga o'tirgan odamga juda komfort avtomashina, tepadan lyuk boshqariladi. Bu ochilishi katta panoramli lyukimiz ham mavjud. Bar qismida xonajilniklar bor. Mashina 100% ko'chadan ishlangan. Tepada lidar joylashgan, video registrator. Yo'llarda avtomashina chiqib qolsa, stop belgisini aniqlab beradi. Mashinamizning ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, ikkinchi qatorda ham 100% eko ko'chadan ishlangan. Orqasida deflektor bor, USB kabel qo'yadigan joylari mavjud. Abagrev ham bor orqasida. Katta bemalol qisilmasdan o'tirsangiz bo'ladi ikkinchi qatorda ham. Bu mashinamizning 3-qatori orqa qismi va bagaj qismi hisoblanadi. 4 ta oynada bagajda bezopasliklari mavjud, ya'ni xavfsizligi. Bagaj qismining 3-qatori ham 100% ko'chadan ishlangan. Orqasida pastdagi joylari ham mavjud. Bu ikkita o'rindiqni tushirib qo'ysa ham bo'ladi. O'zining joylari ham mavjud. Katta bagajga aylanadi. Va bagaj qismi qulayliklari yopgan vaqtingiz biron odam bo'lsa, odamni qisib bo'lmaydi. Xo'sh, bagajda o'zini kulichlari, qolgan hamma zavshlari ham mavjud. Uni xizmat ko'rsatadi ularga. Yopilishi ham shu knopkani bo'ladi. Bugungi video obzorimiz yoqqan bo'lsa, anchagina xursandmiz. Sizlarni Cherry Adayma Asr avtosalonida kutib qolamiz. Manzilimiz Buxoro shaharidan Kogonda kelaverishda Emi restoran to'g'risida joylashgan bo'ladi. Biron savollaringiz bo'lib qolsa, mana shu pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sizlarni Cherry Buxoro Adayma Asr avtosalonida kutib qolamiz. Sog' bo'ling.